Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bir fayzli xonadonimizni tunuka fonishlarini Andijon viloyati Izboskan tumanida go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Mana shu xonadonimizni to'liq ma'lumotlarini nech puldan qilib berganimizni barchasini sizlarga yetkazamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, kanalimizda yangi bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bu obyektimizning tashqari tomon shapkasini navolik, karnizlik, 90 gradusli qoshli fasonimizdan qilib berilgan. Tarnovlarni ham chiroyli holatda o'rnatib berdik. Tarnovlarni 60 ming so'mdan metrga qo'yib berganmiz. Tunuka fonimizni 140 ming so'mdan barcha mahsulot ichida, lesalari, samarezlari, yo'lkira hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berdik. Deraza xonasiga alkafon stilda qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, oppoq qilib karnizlarni mokri holatda qilib ajratib berganmiz. Juda ham skromli, go'zal holatda chiqdi. Ishimizga baho berasizlar. Like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Xo'p, ichkari tomon qoshlarini ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib 90 gradusli qilib liniyalarga e'tibor beringlar. Xudo xohlasa tekis holatda, skromli holatda chiqarib berganmiz. Xo'p, kimga mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranimizda turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.